Turkiyalik futbloger kecha Instagramda o'tirsam, shu videosini chiqarib qoldi. 7 minutda 100.000 prosmotr bo'lgan ekan. Mazasi va ko'rinishiga qiziqib, Turkiyada yashaydigan opamga retseptini jo'natdim. Tarjima qilib ber desam, darrov o'zbekchaga tarjima qilib menga tashlab berdi. Menda ham o'xshaydimikin deb tez retseptini olib, video joylashga qaror qildim. Bitta yurakcha bosib qo'ysanglar, sizlarga ham o'rgatib qo'yaman. Bitta tuxum oqiga 50 gram faxrli pudra solib, ozgina mikserlab oldim. Ketidan un, kraxmal, tuz solib, yaxshilab aralashtirib, o'simlik yog'ini ham solib, aralashtirib, tavani qizdirib oldim. Bilinishdan yaxshilab qizdirib, baland olovda massani shunaqa qilib yoyib chiqdim. Olovni past qilib turib, singdirib pishirib shunaqa o'rab chiqdim. Sovigandan keyin o'zimiz yaxshi ko'rgan shokoladli pastamizni ichiga solib chiqdim. Men Nuts firmasini shokoladli pastasidan foydalandim. Dasturxonga chiroyli qilib tortish uchun ustidan yana shokoladli pasta quyib chiqdim. Endi sizlar baho beringlar-chi, meniki o'xshadimikan, o'xshamadimikan kommentariyada fikringlarni kutib qolaman. Hammaga yoqimli ishtaha ham tayyorlab ko'ringlar.